Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan tandir lavash uy sharoitida tayyorlab ko'rsataman. Bizga kerak bo'ladi lavash xamiri, sir, tandir go'shti, salatli list, pomidor, bodring va mayonez, ketchup. Video davomida yana kerakli narsalar ko'rsatib o'taman. Go'shtimizni shunaqa uzunchoq shaklda to'g'rab olamiz. Men kattaroq to'g'rabman, sizlarga maydaroq to'g'rashni tavsiya qilaman. Yeyishga qulay bo'ladi, ham tandir go'shti sal qattiqroq bo'ladi. Shu sababli bundan ham ingichkaroq, maydaroq to'g'rashlaringizni tavsiya qilaman. Go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. Men mana lavashni sizlar bilan birinchi marta qilyapman va birinchi marta qilayotganim video davomida bilingan, qayerdaligini ham aytib o'taman. Go'shtlarimizni to'g'rab olamiz. Go'shtimizni mana bu oq joyidan ham ozgina to'g'radim. Sababi bolalar uncha yoqtirmagani uchun. Pomidorimizni shu ikkiga bo'lib barak shaklda to'g'rab olamiz. Bodringimizni ham. Sveji bodring baribir lavashga boshqacha ta'm berganligi uchun sveji bodring ham topib keldik. Hozir bu sho'r bodring. Sirimizni tyorkadan chiqarib olamiz. Hamma narsani tayyor qilib olsak, o'rayotganimizda o'zimizga oson bo'ladi. Kartoshka chips ham e'tibor bersalaringiz lavashda boshqacha ta'm beradi. Buni ham men ko'chadan sotib olingan emas, o'zim tayyorladim. Shunday tyorkadan chiqarganimizdan keyin yaxday suvga solamiz. Kraxmallarini chiqarib, suvini to'kib tashlaymiz. Ozgina vaqt tursa ham yaxshi bo'ladi. Bir-biriga yopishmay pishadi. Men birdan pishirdim. Mana tuz aralashtirib yog'ga tashlab qizartirib olamiz. Va ketchup mayonezlarimizni bitta idishga aralashtirib oldim. Har bitta lavash xamiriga solmasdan alohida kosaga shunday aralashtirib oldim tayyor qilib. Mana narsalarimiz hammasi tayyor. Endi lavash xamirlarimizni ochib, hammasini birin-ketin taxlab solamiz. Lavash xamirimizga mana ketchup bilan mayonez aralashmasini surtib chiqamiz va salatli list, kim xohishiga qarab, farqi yo'q. Birinchi qaysini soladi, hammasini birin-ketin terib chiqamiz. Mana shu yerda men lavashni birinchi marta qilayotganim ma'lum bo'lgan. Sababi mahsulotlarni juda ko'p solganman va lavash xamirini bo'yiga emas, eniga taxlaganman. Juda ham semiz, o'ralmay qoldi oxirida. Ko'p solganimdan. Mana mahsulotlarimizni solib oldik. Oxirida sirni soldim va o'rashni boshladim. Ko'rib turganingizdek mahsulot ko'pligidan o'ralmayapti. Sochniy bo'lsin deb oxirida yana ketchup mayonezdan soldim. Kimda nasotkasi bo'lsa, nasotka bilan qilsa ham bo'ladi. Mana o'ralish qiyin bo'lib, yirtilib ham ketdi ozgina joyi. Endi mana birinchisida urgan oldik. Ikkinchi lavashimizni uzunasiga o'zimizga qaratib olamizda. Ko'proq joyini mayonez qilsak, yumshoq chiqadi, xamir bo'lib qolmaydi. Va narsalarimizni kam solamiz. Birinchi men mana salatli list, go'sht, bodring, pomidor, sho'r bodring, ozgina kolbasa, kartoshka va sirimizni qo'yib urashni boshladim. Oxirida yana ketchup mayonezdan ustiga sepdim, qo'ydim va narsalarni sochib qo'yganim uchun pichoq yordamida siljitib
kurashga o'zimga qulay qilib oldim. Mana buni so'ralgan menga yoqdi. Endi xuddi shu shaklda yana bir marta ko'rsataman. Xohlasalaringiz mana shunaqa shotka yordamida asonroq bo'lsin desangiz, shotka yordamida yoyib olamiz va narsalarimizni yana birin-ketin solib chiqamiz. Mana 3-lavashimizni ham o'rab oldik va 4-lavashimizni ham xuddi shu shaklda o'raymiz. Birinchi marta qilayotganligimni yana bir isboti men parnasga uni sepib oldim, chunki birinchi lavashimiz ozgina yirtilgani sababli yopishadimi deb o'yladim. Lekin sizlar qilishlaringiz shart emas, yopishmaydi. Va uni tandir lavash deb nom qo'yganimning ham sababi duxovkaga hozir qo'ydim 200 gradusga. Qisir-qisir bo'lib chiqadi va ichidagi go'sht ham tandir go'shti bo'lgani uchun nomini shunday nomladim. Va u duxovkada hozir qizib chiqquncha ananasni chiroyli qilib kesishda ko'rsatib o'tyapman. Bu ham sizlarga foydali deb o'yladim. Shu joyda bir narsa aytib o'tmoqchiman. Lavashlarimizni duxovkaga qo'yishdan oldin bitta tuxumni chaqib, ustiga surtib, kunjutlarimizni sepib qo'ysak, ko'rinishi chiroyli bo'lib chiqadi. Shu joyini videoga olmoqman. Mana ananasimiz ham tayyor. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi va lavashlarimiz ham tayyor pishib chiqdi. Yoqgan bo'lsa kommentariyaga fikrlaringizni kutib qolaman. Salomat bo'ling.